Trenajyor iyerarxiya. Iyerarxiya bu nima? Nima uchun iyerarxiya trenajyorini bajarishimiz kerak? Agar siz erkak kishi bilan munosabatlar qura olmaydigan bo'lsangiz yoki munosabatlaringiz juda ham og'ir kechayotgan bo'lsa, farzand ko'ra olmaydigan bo'lsangiz, hamma muammo-yu tashvishlarni yakka o'zingiz tashiyotgan bo'lsangiz, o'zingizni holsiz, kuchsiz, xuddi energiyangiz pasayib borayotgandek his qilsangiz, unda iyerarxiya trenajyorini boshlaymiz. Bu trenajyor birinchi bosqich trenajyori hisoblanadi. Birinchi bosqich trenajyori nima o'zi? Va biz birinchi bosqich darajasida ekanligimizni qanday bilsak bo'ladi? Agar siz stress, qo'rquv, oldinga harakat qilishda motivatsiyangiz yo'qligini yoki ko'pincha xavotirda bo'lsangiz, demak siz birinchi bosqichdasiz va sizning vibratsiyangiz judayam past. Qanchalik tepa bosqichda bo'lsangiz, vibratsiyangiz shunchalik baland bo'ladi va o'ylagan maqsad va orzuyingiz tezroq amalga oshadi. Birinchi bosqich darajasidagi barcha muammo-yu bloklarni bartaraf qilmasdan biz 2 yo 3 darajaga o'ta olmaymiz. Demak, iyerarxiya trenajyorini boshlaymiz. Ko'zlaringizni yuming. Chuqur nafas oling. Va chiqazamiz. Endi barcha orzu niyatlaringizni xayolingizga keltiring. O'zingiz xohlagan hayotni, hal qilmoqchi bo'lgan masalalaringizni yoki ayni damda sizni bezovta qilayotgan muammoni o'ylang. Chuqur nafas olamiz va chiqazamiz. Tashqi ko'zlaringiz yumuq. Ichki ko'zlaringizni oching. Sizni bezovta qilayotgan masalani o'ylab, ichki dunyoyingizda o'zingizni ko'ring. Tasavvur qiling, sizning oldingizda onangiz turibdi. Chuqur nafas oling. Va chiqaring. Endi esa otangiz paydo bo'ldi. Yana chuqur nafas olamiz. Ota-onangizga qarab, ular sizga nisbatan qayerda joylashganini ko'ring. Nafas oling. Agar ota-onangiz sizning to'g'ringizda yoki ikki yonboshingizda bo'lsa, demak sizning masalangizda iyerarxiya sistemasi buzilgan. Agar otangiz o'ng yelkangiz orqasida va onangiz chap yelkangiz orqasida bo'lsa, sizning ro'parangizda onangiz o'ng tarafda, otangiz chap tarafda bo'lsa, iyerarxiya sistemasi to'g'ri tuzilgan bo'ladi.
va o'tib ketgan avlodlarimizning energiyasi biz tomonga to'g'ri oqib keladi. Nafas olamiz. Ota-onangizga qarab ayting: avlodlarim sistemasida o'zim uchun to'g'ri joy topishim men uchun juda muhim. Men sizning farzandingizman va siz meni ota-onamsiz. Oramizda nima bo'lgan taqdirda ham hozir men o'zimni yosh boladek tasavvur qilishim men uchun juda muhim. Bu menga hayotimdagi masalalarimni yechimini topishimga yordam beradi. Chuqur nafas oling va chiqazing. Ota-onamning muhabbatini qabul qilish men uchun xavfsiz. Ota-onamning avlodlarining resurslarini qabul qilish men uchun xavfsiz. Chuqur nafas oling va chiqazing. Endi onangiz chap yelkangiz orqasida, otangiz o'ng yelkangiz orqasida turganligini his qiling. Ular qo'llarini astalik bilan yelkangizga qo'yyapti. Onangiz chap tarafda, otangiz o'ng tarafda. Siz ota-onangiz va avlodlaringiz energiyasi bilan to'lib boryapsiz. Chuqur nafas oling. Tasavvur qiling, ota-onangiz orqasida ularning ota-onalari paydo bo'ldi va bu jon otaxonlarimiz ularning ota-onamizning yelkasiga astalik bilan qo'lini qo'ydi. Nafas olamiz. Tasavvur qiling, butun avlodlaringizni energiyasi, kuchi siz tarafga oqib kelyapti va siz yanada kuchliroq energiyaga to'lib boryapsiz. Chuqur nafas oling. So'ngra ayting: menga barcha avlodlarimning juda katta energiya oqimi kirib kelmoqda va men buni qabul qilaman. Chuqur nafas oling va chiqazing. Endi tasavvur qiling, 7 avlodlaringiz orqangizda turib sizga bor kuch va energiyasini jo'natyapti va tanangizning har bir nuqtasi va tomirida siz bu kuchni his qilyapsiz. Nafas oling, chiqaring. Va bu kuch sizning hayotingizda bo'layotgan har bir muammolaringiz yechimiga yordam beradi. Endi bu kuch siz qancha xohlaganingizcha siz bilan hamroh bo'ladi. Endi sizda bu energiya
shunchalik ko'pki, siz u bilan bo'lisha olasiz. Chuqur nafas oling va chiqaring. Ota-onangiz va ajdodlaringizga shukronalik bilan rahmat aytib, ko'zlaringizni oching.